Subuyda haqida Linchong 5-qismga deyman men. Subuyda nomli asarda Gauchuning tutuq o'g'li Gaoyani Linchongning og'chisiga zo'rlik qilgandan keyin Linchong nima ish qildi? U hech qilmadi. Hech qilmay uyga beqinib, Lujishim bilan mayxo'rlik qilib, g'ayvat qilib o'ltadi, o'z vaqirab ochig'ini chiqarib. Albatta bu masalani hal qilishning chorasi emas. Ish mushu yerga yetgandimi Linchong nimishqi bu ishni Gauchuga yoki Kayfing diyor maktimizning begi ma'lum qilmaydi birasiga. Navad mushu sizning beshingizga kasmi, siz hech kimga ma'lum qilmay uyingizda Linchongda pijuchib o'ltirantiriz. Endi qaranglar, Gauchumu boshda bak orilishib ketmagan bu ishqa. Bak Linchongni ayblabmi ketmagan. Chunki bu o'g'ilning qanday odamligi uqdi bo'yining askiligini. Shuning uchun bu yer Gauchumu va Linchong anda qilmaganda u buda bak ishinib ketmagan. Lekin bu Linchongni bir kibraqatni bir damikis Linchong bamayli verdi. Bu Linchong kammayli vergan keyin buning atrofiga lo'yu xavaligi Gaoyani uninkilik aparmay chaparmalar deb Linchongning yomon gapini qilib bu ishni ta'tirib devagan keyin bu yer Gauchum turib ketib to'xta. Qarg'ada marketim mana shu o'g'ilning mashinasini deydi. Rost o'xshaydi. Bu yerga Linchongning ras yomon g'arzi va o'xshaydi. Qo'sug'ining og'rig'imiz nemish xotiniga chaqilsa, ma'lum chiqmaydi bu yer bir haqiqatda ayblab deb o'ylamamda. Bu Gauchumu barbara bu gapga ishinib qoldi. Meni qo'shib olib filmning davomini anglat. Qaranglar, bu gunohmi butunlay Gauchuda emas. Bu xalq xotinining chaqilsa bu yerga Linchong xotiniga boshda qildi o'g'lini bir ozroq o'rsin bir aziyat kamsa, bu yer Gauchu endi Linchongni oldiga chaqirib deb o'g'lim xotiniga chaqildimi deb so'ramda. Nerede qishma? Bu yerda bu Linchongning izchil kelmasligi, uydan chiqmay qolgan gap so'zlar qarasanglar, Linchong butunlay o'zining mansibini o'ylayapti. Linchongning bu yerda o'zini o'stirib qo'ygan Gauchu bilan qat'iy ziddiyatlashib qolg'isi yo'q. Ko'ziga sat ko'rinib, o'zining amal mansibidan qat'iy ayrilib qolg'isi yo'qmi Linchongning? Boshdan oxir bu Linchong o'zining istiqbolini o'ylayapti bu yerda bu Gauchu bilan bo'lgan ziddiyatdan. Asli bir kichik ishdi, shunami? Abi Linchongning xotini qani bal chaqchaq qilib qo'ydi. Shuni olava berib bir arz qilsa o'g'illar maskan to'xotni chaqchaq qilyapti. Mushlar dini qo'ygan timsa shuni bilan tugaydi, ya bir ozroq fakan qo'yapti. Abi Gauchu o'g'lini bir ishga tasdiqlab, mana va günning valsi qaqin xotini chaqchaq biz tugaydigan ish. Endi mushunda qilsa bu ish Linchong'im xo'shaqdi. Gaoyanimi bo'ldi qildi. Endi qaranglar, bu ish qilib bo'ldi. Endi bu yerda yana bu Linchong heliqi zulfiqarni ammagan bo'z bo'ldi. Ikkinchi qatimni o'rga yen kaldısını işletmek dəstəvatıdır macidim. Endi bu Linchong'un bir həvisi, şunamı? Əkişdigənin başındaq bir həvisi oldu. Bunu boptu deylim, haqlı. Lekin bu yerdə Gauchu çağırıbdı desə, Gauchu'nun qəsrgə bu şəmşərini götürüb kirmiş oldu. Bu yerdə Gauchu'nun cəmiyyəti ilə bu Linchong'un otursun nima batıdı, qandaq ziddiyət, qandaq düşmənlik var mı yerdə? Mən qalıb qapaqma o. Başdaq mı dört ulanda adam? Endi bu yer bir bölinməş qavulsuzun zulpqarınız deyib, bizning Gauchu kürpaq qısı var ki, Gauam raşdaqdaydı olsun. Voy ma'qul deb deyəm, palaqışıb üyü kirib, eliq şəmşərini kötürüb, mişə qaranlar. Xotun soraydı bu şəmşərini aprib, Gauchu'nun qışığı nim qıldı ki, desə, Gauamir bu zulpqarını gipini anlab, qızqıb qepdi o dedi. Apanız olamı ki, desə, endi muşu zulpqarını köz işkən basıb berib, işkimizдің oturuşu ziddiyetli tügət, aydınlaşıb kəsin, meyləməs mi oldu? Qaranlar, bu yerki günah Linchong'da emas. Cimi günah xalqning oğul tutsa, sen yen bir nəsə soğuqat birib bu ziddiyetini yoxdansa, neydi bək qarsanlar bir başlığının sınıf bir nəsən köz düşdü degen nimisi? Çıqım şu nəsini sen şunun soğuq qılsa deyen gəl. Bu yer bu soğuq qanda qılmaqçı, bu özünün əməl mənsibini saxlab qalmaqçı, bu texim ösməkçi bu yerki Linchong. Bütünlay özünün mənfəət üçün oylawatıdı bunu. Herkesmin meslini el qilish uchun emas. Endi shundaq bo'lsa bu Gauchu'nun qo'lasida 20 yildak ishga adam tushunmamda. Ve bu yer Gauchu qachon bir qilish nayzi qisqib baqqan qo'liga kichik ballim biladi-ku buni. Ham sen dushmanlashib turgansin chaqasa, ma'qul deb sen bu yer shirmatlar sariga qilishni ko'tirib kirsan, Linchong nimish mushundaq dotliq qildi. Chunki bu yerki manfaat parastlik Linchongning ko'zini to'sib olgan. Bu yer obro'y parastlik bu Linchongning aqlik yuzini itib olgan. Şunun için mushundaq dötliktin birini qilgan bu yerda Linchong. Buni boshqalar Linchongni qasl deydigandan Linchong yüz qil deydigan tuzuk menimcha. Endi bu Linchong to'g'riliq tunji mazmuni so'zlaganda men Linchong o'zining xotinini xalqning qo'yniga ishtirib berdi. Mushundaq yuzsiz nachar odam degandim, shunami bu gap endi chiqdi. Qaranglar, bu yerda Linchong Sangjo o'yimiga pavlangan vaqtda Linchong nima qildi? Qiynoq liman qilsa xotinini taloq qilyapti.
Xotin men sizlar birga ketay, sanjo bo'lib barma desa, yo'q, mishal siz qilib qilib baxtingizni teping deb xotinni taloq qilyapti. Men xotiniga yuzsizlik qildi, haqning qo'yniga ishladi degandan tushundinglarmi? Linchung biyat xotin zodi nimish taloq qildi. Bu mazmun qiziqsanlar, meni qo'shib olinglar, kelarki san so'zda ya.